Mana do'stlar, unda bo'lsa bizningki Aqsu Dashin ikinci qo'l mashina vaziriga Kapitol maxsus etish do'konining ichilish marosimini o'tkazib oldik. Faoliyatmo ko'nglimizdagidek shunda yaxshi ilib berildi. Aqsudagi do'stlarmo shunda yaxshi qo'lladinglar. Birinchi bo'lib Aqsudagi bizning Kapitol jiyollarini qo'llagan barliq do'stlar hammanlik rahmat degan shu bizning faoliyatimizga kelib faoliyatimizni shunda o't chiqarib etdinglar. Yana davomli bizning Kapitol avtollarini qo'llab turishinglarni umid qilaman. Uningdan boshqa mana bu biqin tuğ'a aloqalarim hammangizdan suyundim adash. Ro'zingmo shunda yaxshi Ahmetning unlarini ekilib faoliyatimni shunda yaxshi qizishibdi. Ro'zingim rahmat. Andan Meyzong o'zining alaydiligini alaydi ifodalab riyosatchiligini bitirib qayritib shunda qizdirib etdinglar adash. Uningdan boshqa ming yo'lning maylarini ekib bergan bo'ldinglar. Esra ağinimmi şu 500 kilometr yerdimmiş gapni anglab misha kepti sizlarga rahmat adash. Bugungi faoliyat haqiqatan yaxshi bo'ldi. Kapitulsi Abdulda bana bugun Aqsu diyarida yaxshi ijilgan bo'ldi. Bugungi faoliyatdan men xush bo'ldim, xursand bo'ldim adash. Xalqga qo'llaydigan, haqida qo'llaydigan. Şu oldi bilan bizningki shu qo'llab kelayotgan istiqbolchi xalq ommasi, partiya, hukumatimizga rahmat. Sizlar qo'llashingiz ostida taraqqiyotimiz tuqqanlar. Sizlar qo'llaganlikda bizning kunimiz bo'lgan. Shunga hammanglarni ish yaxshi bo'lsin. Ahmadjon, xalq bilib bilapti. Abdulning qanchaligini, odamni tushunib bilapti. Shunga igna oldik tuqqanlar. Yenilar qo'llashdan gullash qilibdi. Rahmat. Muborak bo'lsin adash. Bugungi faoliyatimiz shunday yaxshi bo'ldi. Bu sizning faoliyatingiz emas, hammamizning faoliyati adash. Masalan, Mayzumma tunugun shu japalni chekib, shin xodim ishga kelgan bo'ldi. Nurmamat og'inimizmi shu japaliq oqshommi shu Aqsuga keldi. Shunday yaxshi bo'ldi. Buningdan keyin adash ishlaringlar texmi yaxshi bo'lsin. Shu Kapitol Abdullarningki Xinjiangninki har qaysi rayonlarga yezib bazaldan taqishini men chin ko'nglimdan umid qilma. Buningdan keyin ishlaringlar texmi bo'lsin adash. Muborak bo'lsin. Bugun shunday yaxshi bir faoliyat bo'ldi. Nurg'un mashinalarga haqsiz jivini almashtirib bergan bo'ldingiz. Ham bu jivini ham bütün bir qitim quyganlar davomli quyulgan. Şunu işlerinizden yaxshi bo'lishini men chin dilimdan umid qilaman. Fidoyilikni yaxshi qilib, pul topganchada Junxo millatlarining betaraf qiyinchiliklarga hamma taraf yordam berish anvarsi joriy qilib, liping cho'qni avj shunga umid qilaman. Rahmat. Rahmat aka. Ahmadjon og'inamning mush qilgan tijoratning barakatli bo'lishini, mushu echilish do'konlarining ko'plab taraqqiy qilishini umid qilaman. Jafo chekdan adash. Unda bo'lsa do'stlar, hammangizga yana bir qitim rahmat. Sizlarga rahmat aka. Ömürler uzun olsun, tenler selamet olsun, yaxshi qiyga adamninki çoğul ömrü uzun oldu, qiyga işleri futuqluq oldu. Hammangizga rahmat. Rahmat.